telefon olgan kontakt nomerlarni shunaqa formatda bo'ladi. Misol uchun kontakt 002 bo'lsa fayl bo'ldi. Bu faylni bir joyga Telegramdan ochib olamiz. Keyin bu faylni olib turib Excel faylni ustiga tashlaymiz. Excel faylni ustiga tashlaydigan bo'lsak, shunaqa formatda o'tadi mana. Buni endi ajratib olishda osonroq usuli DPTdan foydalanamiz. Buni saqlanib qolish kerak. As qilib, misol robot stolga men nima qildim? K3 XLZ format qilib saqlanib oldim. Mana kniga Excel qilib, chunki kniga Excel qilib tashlamasa GPT buni o'qimashi mumkin. Bu faylni o'qolmadim deyish mumkin. Saqlanib qilib olamiz, keyin GPT ga oddiygina shunday deb yozamiz. Ya'ni fayl tashlab turib, faqat telefon raqamlarini alohida bitta ustun qilib ber deymiz. Mana alohida bitta ustun qilib beradi. Shu faylni Excel qilib yuklab olib, mana ochib nimada ishlatishimiz mumkin. Excel faylni yuklab olib, shablonimizga moslashtirib olishimiz mumkin.